Bu yerlarda yukingiz og'ir bo'lsa, ozgina qiynab qo'yadi mashinani. Mana hozir tushyapmiz, chiqamiz. Bugun 16-iyun. Havo 35 gradus issiq bo'lyapti tashqarida. Unchalik issiq emas, shabada bor, yaxshi tog'da havosi zo'r. Bu yog'i podyomcha. Trakimiz 400 ot kuchlik. Eng kichkinasi desiga ham bo'laveradi. Bu yerga 505 taliklar zo'r ketadi bunaqa joylarda. Masala ot kuchi baland bo'lsa kerak. Peterbillar. Hozir 5 ta 9 ta mashina yuklab olib ketyapti. Mana shu kuchli ekan mashina. Yo yuki yengil yo kuchliroq. Mashinani olgandan beri endi kelishim bu tomonlarga. Mashina uchun ham sinov bo'lyapti hozir. Tezlashib olishimiz kerak. Janor bos. Otim chu.